Uyni holatini ko'ryapsizlar. Uyni narxi 43 ming dollar. Marg'ilonda Go'ravolda mana shu Go'ravol svetoformayda xo'zimaylar. 2-3 sotik tayyor. Mana bu yerda kirishimizga 10 qo'ldagi androl, mana bu yerda xo'l qilib qo'yilgan, oyoq kiyimlar qo'yib. Mana bu kirishingiz mumkin. Narxini 43 ming deyaptilar. Hozirgi kunda 40 ming baho bo'lyapti ekan. Pastdagi raqamni qo'yib beryapman. Telefon qilib bemalol savdo qilishingiz mumkin. Nari tomoni ham mahalla ekan. Hozir mahallani kirib ko'ramiz. Xo'p, общий mana xonalari o'sha chiroyli nimasi bo'ladi, yashasa bo'laveradi. Kvartiradan zerikkan odam olib yashab tursa bo'ladigan holat. Bu tomonlari mana bu yerda sanuzellar bor mana. Sanuzel ham keng. Bundan tashqari oshxona ham juda ham keng mana. Oshxonani ham ko'ryapsizlar. Bu orqa tomoni. Orqa tomonda joylar bor. Bu yerda kladovka bor. Bundan tashqari orqasi mahalla yana. Nariyadan katta mashina ham kiraveradi. Ba'da endi velosiped mana juda metamda ishsiz. Yana o'sha darshi Go'ravolga chiqasiz. Telefon qilinglar, baraka qilib yuboramiz.